Voy, tiklangan zakasi edi-ku. Voy, shundoq fiks dabdala bo'ldi. Boshqasini ekanmiz endi. Ha mayli, shunaqasi ham bo'lib turadi jigarlar. Fikus ekkuncha qanaqa boqish haqlarida sizlarga o'rgatib turaman. Videoni oxirigacha ko'ring, aniq siz uchun foydali bo'ladi. Like bosib, obuna bo'lib qo'yish ham esdan chiqmasin. Fikus gulini yaxshi ko'radigan joylar o'zi tabiiy yorug' joy. Oynani oldilarida quyosh tushib turadigan joylar juda ham yaxshi ko'radigan gul hisoblanadi. Tegdan sug'arish bo'ladigan bo'lsa, hozirgi paytda bir haftada yormatdi. Kototuveda bo'ladigan bo'lsa, 1,5-2 litr, 3 litrgacha suv quysangiz, bemalol ko'taradigan narsa hisoblanadi. Agar uyingiz to'pli pol bo'ladigan bo'lsa, baylariga ko'proq spray qilib turadigan bo'lsangiz, baylar shunaqa tikki bo'lib turib, yaltillab chiroyli bo'lib o'sib beradi. Juda ham ko'pchilik tomonidan beriladigan savol. Gullarim baylar pastga qarab osilib qoldi. Tepasidan yangi baylar chiqarmay, o'sishdan to'xtab qolib so'rashadi. Unaqa paytda siz tegdik gruntini abrobotga qilib yaxshilab ekib oling. Abrobotga qiladigan gruntlaringiz va sizki torf, begomiz iloji bo'lsa, asmokotni ham qo'shib turib ekadigan bo'lsangiz, gulingiz mazza qilib chiroyli bo'lib o'sishni boshlaydi. Tegdik gruntini almashtirganingizdan keyin ildiz yurg'izish uchun karnamin quyib yuborish ham esdan chiqmasin. Keyin oziqa vitaminlar berib turishni ham esdan chiqmasin. Jigarlar, faqat suv bilan ham gulam chiroyli bo'lmaydi. Gummi lukslar, gummilar, o'shunaqa narsalarni, yantarnik kislotalarni juda ham yaxshi ko'radigan gul hisoblanadi. Shunaqa narsalarni berib tursangiz, gulingiz chiroyli bo'lib turib o'sadi. Qishki paytda oziqa vitaminlar juda ham zo'r ta'sir qiladigan narsa hisoblanadi. Ayniqsa o'z vaqtida berib turing. Video foydali bo'lgan bo'lsa, like bosib, obuna bo'lib qo'yish esdan chiqmasin jigar.